Opa, maylimi bizga ham choy bersangiz? Mana bu issiqda odam sal chanqab ketdi-da. Voy, esdan chiqib qopti-da. Mana. Rahmat. Bu o'g'loy hali beri kelmaydilarmi? Agar bugun ishlari bo'lsa, ertaga kelaylik. Yo, bugun keladi. U dunyoga ketgan bo'lsa ham keladi. Xavotirlanmang. Yo'lda. Ana, soyasi ko'rinyapti. Xavotirlanmang. Soyasi deysizmi? O'zi bir burada qizingiz bo'lsa qanaqa soyasi ko'rinadi? Bilasizmi, o'g'loy soyasi birdan ko'rinadi-da. Ha. Endi balki menga shunaqa tuyular, opasi bo'lganim uchun. Uka, sizning ismingiz nima? Meni? Alpomish. Ha, bunday ism qo'yishda adashmagan ekan. Rostdan ham Alpomish ekansiz. Siz ham choy ichasizmi? Mayli, yaxshi bo'lardi. Ukajon, choyingizni ichib oldingizmi? Oling. Mana. Mayli. Rahmat. Opa, telefon qiling. Yo'lda ekan, kelyapti. Sizlar bemalol o'tirib turinglar. Bo'pti, o'g'loy kelgungacha rasmlarini ko'rib tursak. Ha. Yaxshi qiz deb mahallangizdan tavsiya qilishgandi. Shu ishlar bilan bo'lib uylanish degan narsa ham esimizdan chiqib qopti. Ha, biz ham singlishamizni yosh deb o'ylab uzatish esimizdan chiqib qopti. Endi uzr, aybga buyurmaysiz. O'zim kelaverdim. Sababi ota-onam qari odamlar, sizga o'xshab, yoshlari katta. Ularni ovora qilgim kelmadi. Agar O'g'loyxon bilan bir-birimizga ma'qul kelsak, keyin ularni olib kelardik. Hozir olib chiqaman. 6 sekundda hal qilamiz. Hozir 6 sekund. Hop. Hozir. Voy. Choy. Ayo, ichur, senga quydirdi-ku. Amay, ichmasang o'zim ichaman. Oyi, charchab ketdim. Tezroq yur, charchab ketdim. Boshimni qotirmagin. Seni uzataman deb sovchi kutib o'tiribman. Yana ketib Oyi, qolmasin. to'xtang. Yur opa. Taksi chaqiraylik. Hay, menga qara, baraka top ko'r. Sovchilar ketib qoladi-ya. Piyoda yuramiz qizim. Ha, 1 grammga ham olsang yaxshi-yu. Ish qilib ko'rlamadingmi? Yo'q, oyi, shiringinaman. Voy, o'zim o'rgilib ketay. Shirin.